BMWga keladigan bo'lsak, sizga o'tgan yili aytgandim, sport kar zakaz qilaman deb, uni mehnat bilan tikka oyoqda yiqqan pulimga Germaniyadan zakaz qildim. Bu endi yangi sport kompleksi ochganimizda yangi do'stlarimizni poddershkasi bilan bo'lib ketdi. Yaxshi, Xudoga shukr. Gelik masalasida sizga tushuntirishim hojati ham yo'q. So'rasam bo'lmaydi. Bu mana Koreyadan olib keldingiz a? Aha. Necha pulga tushdi bu? Koreyadan arzonroq, meni tuning qilishlarim bilan 300 dan ozgina oshdi. Bilsangiz kerak, Usoma Bosliyev olib kelib berdi. O'zi birinchi o'g'lida eshitdim-da, Usoma aytdilar. Usomaga bordim. Alohida minnatdorchiligimni bildiraman, chunki eng arzonni ishoning, Gelik ham arzon ekan. Gelik ham arzonni kitob berdilar. Albatta. Gap yo'q. Albatta. Buni narxi necha pul? Bu samolyotda kelishi rastamoshkalari bilan menga tepasi karbon alohida zakazlari bilan общий 187 ga tushgan. Polni karbona, salon, tashqari 187 ming. No, avia dostavkani o'zi 10-15 ming yeb qo'yadi. 14 ming bo'ldi. 14 ming bo'ldi. 14 bir kunda olib keladi. Germaniyadan. Germaniyadan olib keladi. Kutmaydi deysiz. Yo'q. Olib keladi. Sraz bir kunda olib keldi. Chunki juda cho'zilib ketadi yo'lingiz, keyin orada dedi yana kontentlarim bor edi, rejalarim bor edi. Mayli nima bo'lsa bo'ldi, Allohga tavakkal, jo'natib yuboring dedim. Barakali kelsin dedim. Yomon bo'lmadi, barakali keldi, Xudoga shukr, mana o'zini akasini chaqirdi video. Do'stlar, eslatib o'tamiz. 1 yil oldin intervyu olganimizda sport zallari yo'q edi va umuman boshqa mashinalar edi. Boshqa sport zalda trener bo'lib ishlardingiz. Shunaqa. Li bilan o'sha A3 da yurardingiz, to'g'rimi? Shunaqa. 1 yilda shunaqa transformatsiya qilsa bo'ladimi? Moliyaviymi? Moliyaviy-da. Albatta, Alloh nasib qilsa bundan ham zo'rlarni qilsa bo'ladi. Undan ham zo'r transformatsiya qilgan insonlarni ko'rib, o'zimni transformatsiyam oddiy deb o'ylab qolaman. Sizni transformatsiyangizdan men ruhlanaman. Siz oldinga yurishingizdan ruhlanaman. Ko'p blogerlarni ko'raman-ku, shulardan ko'rib o'rganaman. Rahmat.